Farg'onalik model bola bir martalik syomkalardan nech pul topadi va syomkalar qanday o'tadi? Bet-qo'limni yuvib, darrov kiyinishga o'tdim. Bugungi stilim faqat menda va Jason Stathamda bor xolos. Ko'pchilik mendan shu kostyumingizni qatdan xarid qilsak bo'ladi deb so'raganda, ushbu kostyumda Anvar Ziyo atelyesidan podzakaz buyurtma qilishingiz mumkin bo'ladi. Любой model erkak kunini barbershopdan boshlaydi va men ham kunimni Tapor barbershopidan boshladim. O'ylashim bo'yicha Farg'onadagi nomer 1 barbershop aynan shu yerda. Sochimni oldirganim yo'q, shunchaki tekizlab ukladka qildirib oldim. Chunki syomkadan oldin soch ideal holatda bo'lishi kerak. Endi esa eng qiziqarlisi, barbershopdan chiqib to'g'ri studiyaga yo'l oldim. Bugungi fotosessiyalarim Boymatov studiyasida bo'lib o'tadi. Tanishishingiz mumkin, Farg'onaning eng zo'r fotograflaridan biri Boymatov va biz syomkalarni boshladik. Va shunaqa bir martalik syomkalardan 200 dollardan boshlab pul topaman. Kiyimni hajmiga qarab narxni belgilayman. Syomkalar Toshkent va undan uzoqroq bo'lgan shaharlarda bo'ladigan bo'lsa, narxi boshqacha bo'ladi. Syomkalarda o'zimga moslashtirilgan shablonlar bo'yicha ishlayman. Bu esa 5 soatlik syomkani 3 soatda tugatib yuborishga menga yordam beradi. Agarda shu videom 20 ming like yig'adigan bo'lsa, Toshkentdagi syomkalarim qanday o'tishini sizlarga ko'rsatib o'taman.